O'rtoqlar, bugun men sizlarga yorug'lik chiroqlari va softbox haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Chiroqlar turli xil bo'ladi: LED, galogen va fluorescent. LED chiroqli nisbatan yorqinroq va tejamkor bo'ladi. Hozirgi paytda eng ko'p ishlatiladiganlari LED chiroqlar hisoblanadi. Galogen chiroqli bo'lsa yorqin, ammo juda ham ko'p issiqlik chiqaradi. Shu sababli hozirgi paytda deyarli ishlatilmaydi. Fluorescent chiroqlar ham yorqin va tejamkor bo'ladi, ammo ularning rang spektri aniq emas. Shu sababli professional syomkalarda deyarli ishlatilmaydi. Softboxlar bo'lsa, chiroqdan chiqadigan yorug'likni yo'naltiradigan vosita hisoblanadi. Ular turli shaklda bo'lishi mumkin. Masalan, kvadrat, octabox, stripbox, zond shaklida bo'lishi mumkin. Katta softboxlarning vazifasi nisbatan ko'proq va yorqinroq yorug'lik yo'naltirib berish. Kichikroq softboxlarning vazifasi bo'lsa nisbatan cheklangan va aniqroq yo'nalishga chiroqni yo'naltirish uchun ishlatiladi. Umumiy farqlarga keladigan bo'lsak, softbox vazifasi chiroqdan chiqadigan yorug'likni yo'naltirib, tabiiy yorug'lik berish uchun ishlatiladi. Chiroqlar bo'lsa asosiy yorug'lik vositasi hisoblanadi. Chiroqlarning qanaqaligi olinayotgan video yoki suratni sifati va kayfiyatiga umumiy ta'sir qiladigan vosita hisoblanadi. Agar sizlar ham professional darajada syomkalar qilmoqchi bo'lsanglar, yorug'liklarni va softboxlarni tanlash juda ham muhim. Buning uchun Fatabay do'koniga murojaat qilishingiz mumkin. Bizda eng yaxshi chiroqlar va softboxlar assortimenti mavjud.